Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sahobalarni qanday tuzatganliklarini qarang. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Iza qumta ila solati fakabbir" dedilar. Namozda xato o'qiyotgan sahobaga qarata, namozga turdingizmi, takbir ayting. Qo'lingizni ko'taring, qiblaga yuzlaning, takbir keltiring. Nima edi? Takbiratul ihrom. Biz buni avvalgi darslarimizda o'tdik. Ma'nosini, mazmunini, hatto sizlarga xatolik bo'lmasin deya talaffuzigacha aytib berdim. Summa qara ma tayassara ma'aka minal Qur'an. So'ngra takbiratul ihromdan keyin, albatta sanodan keyin nimani o'qiymiz? Siz yodlagan joylaringizdan qaysi bir zamsura, qaysi bir oyatlarni bilasiz, so'ngra sizga yengil bo'lgan oyat karimalardan o'qing deyaptilar. Sahobaga aytayaptilar. Demak, bugungi kunda bir-birimizga bu so'zlar aytilsa, aytgan insondan ranjimaylik. Aytuvchilar ham albatta o'zini kibrga olib, o'zini bilag'on qilib aytmasin. Birodar, men sizni yaxshi ko'raman. Alloh uchun yonimda safda turdingiz. Mumkin nargi safda borman yoki yo'qman. Nargi kunda shu namoz menga nasib qiladi yoki qilmaydi. Birodar, men bilganligimni, men bir olim emasman. Ammo ahli ilmdan eshitganman. Mana shu o'rinda, mana shu rukuda, mana shu sajdada, mana shu qiyomda bunday qilishligimiz kerak ekan. Deya odob, axloqda hikmat bilan yoningizdagini o'rgatib, unga ogohlik bering. Mana bu holatingizda xato kamchilik bor ekan. Men ham siz kabi edim, ammo birlari Alloh rozi bo'lsin, meni tuzatdilar deya hikmat bilan tuzating yoningizdagi namozlarda xato bo'layotgan zotlarni. Bu payg'ambar alayhisolatu vasallamning so'zlari kimga aytilgan ekan? Sahobaga. Endi sahobani xatosi aytilgan paytda sahobalar aynan Rasululloh alayhisolatu vasallamdan o'zlari taraflaridan tuzatiladigan quvonib ketardi. Yuzlariga quvonch, Rasulullohni yana ham sevardi. Siz ham shunday bo'ling.